Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar, tinglovchilar, sizlar bilan Shavkatbek. Bugun Caribbean Bridge kompaniyasini back office'idan reklama joylashtirishni ko'rib chiqamiz. Marhamat bo'lsa boshladik. Buning uchun brauzerni ishga tushiramiz. Va brauzerni manzillar maydoniga Caribbean Bridge kompaniyasini internet manzilini yozamiz. Internet manzilini yozgandan keyin ekranda ko'rib turibsiz, Caribbean Bridge kompaniyasining asosiy sayti paydo bo'ldi. Bu yerda xabar o'chirib tashlaymiz va saytda to'liq yuklanishini kutamiz. Xo'p. Sayt to'liq yuklanib bo'lgandan so'ng ekranni saytni o'ng burchagida joylashgan vxod tugmasini bosamiz va bizdan login va parol kiritishni so'raydi. Ya'ni loginimiz biz Caribbean Bridge kompaniyasidan ro'yxatda o'tayotgan vaqtimizda qo'ygan loginimiz, ya'ni meni loginim Magneto. Loginimizni kiritamiz va shundan so'ng parolimizni kiritib login tugmasini bosamiz. Xo'p. Mana yuklanyapti. Mana men o'zimni back office'imga kirdim. Xo'p, qanday qilib bu yerdan reklama joylashtiramiz? Nima uchun Caribbean Bridge kompaniyasiga reklama joylashtirishimiz kerak? Ya'ni kompaniyasi uchun reklama joylashtirishimiz kerak. Chunki Caribbean Bridge kompaniyasini reklamli bonusiga ko'ra olgan voucherimizga qarab, ya'ni bizga $1 dan $28 pul to'laydi. Hop, e'tiboringizni reklamli bonus paneliga qaratinglar. Mana bu yerda menda ikkita voucher bo'lgani uchun menga bir kuniga $2 dan karmanimga tashlaydi. Ya'ni bitta reklama tashlagani uchun. Xo'p, ishni boshlashdan oldin e'tiboringizni finansiy parolga qarataman. Finansiy parolga qarasanglar, bu yerda $80 ni tashkil qiladi. Hozirgi kunda karmandagi pulim. Bundan tashqari reklamli bonusga e'tiborni qaratinglar. Bu yerda $14. Nimaga deganda, biz hozir reklama joylashtirganimizdan keyin o'z-o'zidan karmanimizda $82 paydo bo'lishi kerak. Shu bilan birga reklamli bonusimiz $14 emas, $16 ga aylanishi kerak. Buni hozir real vaqtda ko'ramiz. Bo'lmasa ishni boshladik. Masalan, men sotsial setlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda Twitter ijtimoiy tarmog'ini tanladim va buni ustida sichqoncha tugmasini bir marta bosdim. Mana bu yerda o'sha reklamalar bo'limiga o'tdim. Ya'ni bu yerda tayyor reklama bannerlari bor. Shu yerdan o'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin. Masalan, men Semina Idiliya bannerini tanladim va sichqoncha tugmasini bosdim. Natijada Twitterga reklamani joylashtirishda so'raydigan oyna chiqadi. Bu yerda tweet tugmasini bosamiz va programma avtomatik ravishda o'zi reklamani tayyorlaydi va quyidagi ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu yerda tweet tugmasini bosib kutamiz. Mana Twitter ijtimoiy tarmog'imizga reklamani joylashtirdi va reklamalar sahifasi o'z-o'zidan yo'qoldi. Xo'p, e'tiboringizni yana o'sha finansiy panelga qaratamiz. Bu yerda e'tibor qiling, $80 turibdi va reklamli bonusda $14 turibdi. Ana endi bu yerda o'zgarishni ko'rish uchun back office'imizni yangilaymiz. Buning uchun brauzerdan obnovit, ya'ni yangilash tugmasini bosamiz. Sahifamiz yangilanyapti va e'tiboringizni yana o'sha finansiy panelga qaratamiz. Mana e'tibor bering, ya'ni $80 edi, $82 ga aylandi. Reklamli bonus uchun to'lanadigan pul esa $14 dan $16 ga aylandi. Mana bunga mavzular, savollaringiz bo'lsa Skype ga bemalol chiqib
savol berishinglar mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat.